Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana dramkamizga Andijonga yetkazib olib berdik. Mollari hozir ancha nushqi chiqarib borayotgan ekan. Mana hozir chiqarilgan. Dramkamizga chiqarilgan somonni hozir solib, mana solib olib o'tiring. Ko'rsatib turaman mollar. Mana 4 ta novoslari bor ekan mana. Buna qilib mana bitta pris bersam deyaptilar, yarmini yemayapti deyaptilar mana. Mashinacha nushq chiqarib o'rganda mana. Bu somon bilan mana. Bu somon bilan mana buni hozir chiqarilgandi mana farqi. Sochashki. Sochishni. Yerga shunday. Bundan xudo xolasa shuncha nushq chiqarmaydi. Mana 4 ta onları namozlari bor ekan mana. Bundan xudo xolasa mana uncha nushq chiqarmaydi. Mana endi o'zlaring bitta baho berasiz. Mana buni farqi bilan buni ko'ringlar endi mana. Buni bilan buni ko'ringlar mana. Hammaga shunaqa mollarni boqish nasib qilsin. Bundan ham katta ferma qilib 100-200 ta mollar boqish nasib qilsin hammaga. Videoni yoqqan bo'lsa bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Hozir 2 ta dramik olib kelganmiz, ikkinchi xonadonga olib kiramiz. Erta ham bitta video qilib kanalimizga joylaymiz xudo xolasa. Bizdan uzoqlashmay turinglar.